Milliy ruh, insonning nozik ishki dunyosi. İnsan tabiatidagi yuksaklik va ojizliklar ustunlik bilan aks ettirilgan asarlar kishining qalbini larziga selib, kishini hayotni so'yishga, hayot haqida qayta o'ylanishga, o'zini o'zgartirish va o'zi haqida qayta o'ylanish fursatiga yiqiladi. O'qirmanlarning turmush tajribasini texnik beyitib, ularni hayot haqida qayta o'ylanishga undaydi va rag'batlantiradi. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi suhbatimizda biz yozuvchi Muhammad Bag'rashning Kalkin nomli povesti to'g'risida suhbat etishni lozim topdik. Bugungi bu suhbatimizga ikki aziz mehmon qadam tashrif qildi. Bular davlatlik birinchi darajalik yozuvchi Muhammad Bag'rash apandi. Xinjiang Pedagogika universiteti Adabiyot institutining professori Muhammad Turdi apandi. Aydı zo'r ta'sir paydo qildi. Bir yoqdan qo'l chiqarsang, bir yoqdan bosh chiqarsang, ananing sen yashayolmaysan, bo'lmasa kalkun bosadi. Kalkun alayda utuqliq chiqqan bir badiiy povest. Bag'rashga men ilgari sizningki sabdosh, kulrang rasm, oppoq echilgan sugat guli, oq shopir, oq qiz, oqsoq bug'a shundaqli kalkun qatorli hikoya povestlaringizni o'qigan ham o'qib nayt so'yingan edim. Bu asardagi badiiy kenglik, personajlar obrazidagi o'zgachilik, individuallik, o'rnikin bu asardagi ifodalash marti meni qattiq so'yindirgan. Ham shu Kalkun nomli povestingiz e'lon qilingandan keyin o'qirmanlar orasida zo'r ta'sir paydo qildi. Mushu asaringiz e'lon qilinganimi hali uzun bo'ldi endi. Balkim yoki sizning yoki ko'rman do'stlaringki Kalkun nomli povestingizdagi aslimisi biroz qiralish qolgan bo'lishi mumkin. Undaqda biz avval asringizningki bosh qismidagi kichikkin bir bo'lakni o'qib baqsaq. Daryoning cho'liga qo'yiladigan eg'iz qirg'ig'iga joylashgan Kujum mahalla. Mahallaning qaysi tarafidan qarasa, ajdahodek to'lg'onib eqayotgan daryo bilan neriq cheti ufq tutishib, ko'k osmonning parchasidek so'zilib yoqqan haybatli ko'k ko'l ko'zga tashilmadi. Bu mahaldagilar bir-biri bilan inoq o'tishadi. Yillar o'tibmi kishi undargidek bir ish sodir bo'lmaydi. Mahalla hayoti 360 kun bir xilda jimjit oqadigan daryoga o'xshaydi. Mahalladagilar uy silish, o'rma o'rish, xaman elish, tom cho'rishdek bir qadar cho'ng ishlarda hamma oila bir-biriga ha-hu deyishib yordam qilishadi. Bu qadimdan tortib davom qilib kelayotgan odat edi. Boshqacha bo'lishi mumkin emas edi. Pat-pat bo'lib turadigan Kalkun vayimisi ularga bir odamning yashash uchun nurg'un odamning yashashning lozimligini, shunlashqa ko'pning kuchiga tevinish, ko'p turgan yerda turish, ko'pchilikning qatoridan ayrilib qolmaslik, ko'pchilikning nazarida ko'pning g'azabiga yo'liqmaslik uchun topdan chiqmay, insof bilan pokiz yashash lozimligini o'rgatgan. Qirlarning o'ltirisi qopsa ügit qiladiganimi mush edi. Yosh o'sanlarmi ota-onasini o'zlarini apridi qiluvchi sifatida ulug'lasa, ot so'zning yashash mezonida berishadi. Mahalla hayotidagi tinchlik va bir xillik mahallagilarning qiniga singib ketgan oshu qudratlik ro'y kuchni himoya qilgan edi. Balkim bu qurlarni o'qiyotganimizda mush asar haqidagi aslamalaringiz, xotiralaringiz cho'qim qalbingizni chalg'itdi deb o'ylayman-da. Endi bu qurlarni o'qigandan keyin cho'qim endi shu asar haqida, shu asar sizni cho'qim bir narsa degizdi deyman. Shunday. Asardagi Kalkun nomining qo'yilishida bunda ikki narsa ko'rsatib qoldi. Bu Kalkun birsi bunda qaraganda bir moddiy hukm. Turmushimizdagi o'sha sal, qiyon, Kalkun ma'nosiga Kalkun. Ya'ni bir xil ma'nosi bo'lsa, bir xil ma'naviy jihatga ruhiy to'g'lanma. Men endi bu Kalkun degan bu asarni yozishda men bundaq bir turmush oqimishimni aytib beray. Men Qarshiyarda shahar cho'ng bo'lgan. Qarshiyarning shahar ichini Qarshiyar daryosi kesib o'tadi. Bu daryo nayt azim daryo, nayt cho'ng daryo. Endi men tug'ilib o'ssam, bizning Qarshiyar bir vahim bor ekanda. Nim vahima desa, 6-7 yoshga kelgandan keyin qorlar erib, suv ulg'aygandan keyin daryo tishib boshlaydi. Shuning uchun cho'nglar kechkunduz shu g'amda yashaydi. Mahalla, idora jamiyatlar kecha kunduz daryo qashlashdan iborat mush safarbarlik amgakka
safarbar qilindi. Demak, bu kalkun eni bizning kallamizga singib ketgan. Bu endi bu kishilarni inoqlashtiradigan, ittifoqlashtiradigan, hayotiy irodasini kuchaytiradigan bir tabiiy kuchda, bir kuch endi. Bir uyutquda bir yoqdan qo'l chiqarsang, bir yoqdan bosh chiqarsang, anani sen yashay olasan bu yerda. Bo'lmasa kalkun bosadi. Yani bu an kishilar tabiiy holda o'zaro bir xil qavm engini, top engini shakllantirganda kuchli qudratli. Mushuning o'zi kishilarning kunlik turmushiga, kunlik tafakkuriga, kunlik hayotiy qarashlarga har minut ta'sir turgan bir qudratli ro'y kuchganligidir. Mush yillardan biri bizda ma'naviyatdagi ichirqash, ma'naviyat qurg'oqchilik, ma'naviyat ochliq, an'anadan yotlashish, o'zaro yotlashish, odamlar o'zaro yotlashishlar, pulning, e'tiqodning, nuqtasining ko'chishi bilan ilgari odamlar ma'naviyatga e'tiqodda mahkam aqida bog'langan bo'lsa, keyingi kunlarda bu yo'tkilib pulga, moddaga, narsa va kerakka diqqatini biladigan, shuning uchun ham boshqa turadigan, shuning uchun hammasi qurbon qiladigan bunday bir holat shakllanib, umumiy ijtimoiy kayfiyat qaynab ketdi. Mana shu o'zi amaliyotda haliq dastlab shakllangan haliq ongdan bular parchalanib yakka bir xil. Yakka bir odamning manfaati bilan haliqdek o'rtaq oldi o'ylash emas, yakka parchalanishda bu. Parchalanish bu shaklda hayot shakli bunda bir formada yo'q qoldi-da, shunda bir forma yarilib qoldi. Mushuning o'zini men bo'ylab men endi bir xil ma'naviyatdagi yimirilish deb tushundim. Ro'y yimirilish deb tushundim. An'anaviy bir millatni tutib turgan, yoki shu mahallani junqirib turgan bir ulug' ro'y qushning yimirilishi. Qattiq tarix chekinish deb his qildim bu. Men buni ifodalash uchun ma'lum jihatda bir yuksakroq bir ma'naviy kuch deb chiqish kerak ekan. Bu kuch nima edi? Deb kalkun eni. Kalkun eni nimadan derak berdi bo'lsa, kalkun eni ittifoqlikdan, yaxshilikdan, hamdamlikdan, tarixdan bir dam qo'yotgan an'anaviy sodiq turishdan o'shundan derak berdi. Deb mush kalkun degan temani tanlab oldim. Amaliyotda men da'vatgan kalkun hech qachon chin ma'nodagi, moddiy ma'nodagi kalkun bo'lmasdan, simvolik ma'nodagi, ma'naviyatdagi ruhiy qiyonda. Hozir mushundaq bir sharoitda biz qandoq olib tushdik? Bu qandoq holda, qandoq bir muhitda, qandoq ruh bizni himmat bo'la oladi? Qandoq bizni qutqiza oladi? Da avlodlarni, kelgusi avlodlarni qandoq ruh bilan yo'laganda, ular haliqadek boylikqa, haliqadek manfaatlarga to'g'ri muomala qiladi. Ilgirki mahallamizdagi an'anaviy haliq bir xil turmush qarash formasi bilan on bilan muomala qiladigan odamlar aynala oladi va shuni saqlab qoladi degan narsa inqilobda shakllangan. Bu asarda bitirib qilmay o'tirib atmosh bo'lgan fikrim to'g'ri mana shu masala. Povestingizning shu kalkun nomi atilishidami muayyan turmush orq ko'rinishi bor ekanda. Bu asarda deyilayotganda masalan hodiy qatorliq turkum odamlarning qilmas o'rnida kalkun bostirib ketishini o'zi mohiyatda bizning shu milliy ong, bizning milliy axloq tushunchimiz, turmush mezonimiz eng oxiri bu shunaqa rajillikning ustiga g'olib keladi, oxiri bosdi. Şu aman tarixda bizni saqlab qolgan narsa, shu men shuni saqlab qoldi degan bunday bir ideyani asirish. Manbatga siz mush asar haqida bir maqola e'lon qilgandingiz. Qandaqda mushu kalkun nomli asar Muhammad Bag'rashninki ijodiyatida qanday salmoqni egallaydi? Bag'rashning o'zining asarlari bilan shu kalkunni silishtirgan vaqtidimi yoki butun shu 90-yillardagi Uyg'ur povestchiligi bilan silishtirgandimi? Kalkun alayda utuqliq chiqqan bir badiiy povest deb qarayman. Bu kalkun nurg'un jihatlarda shu Uyg'ur adabiyotida texi ichilmagan, lekin cho'qim yozilmasa bo'lmaydigan ba'zi bir badiiy jihatdagi bir cho'ng bo'sish xarakterlik milliy an'anani, yildizni qaytadan badiiy jihatdan bizning o'qirmanlarimizga qaytadan bir to'nitgan asar deb qarayman. Mayli ijtimoiy masalani qo'zg'ash yoki ifodalash usullari jihatda bo'lsin, Uyg'ur adabiy 90-yillardagi ijodiyat, yozma adabiyotimizdagi yana bir bo'sh xarakterlik asilat ekegan asar deb qarashimning sababi shular. Falsafiy qimmatini nima deb qarash kerak? Mush gapnimi? Qahlar demagan siyaqtiroq deb baqsam mumkin.
ikkinchi bir kalkunni ko'rdim. Anda bo'lsa Bag'rashga mushu Kalkun nomli povestninki badiiy falsafiy qimmatini nima deb qarash kerak? Men ko'proq izlandiganim birisi mushu xalqlar ya boshqalar demegan gapni deb baqsam degan. Yana birisi mush gapni xalqlar demagan siyaqtiroq deb baqsam degan. Agar men alaylik bo'lsa, men izlandigan, qo'g'ilishgan, bir tashabbus qilgan bir badiiy tashabbus yoki yo'l bosib yotgan Kalkunning o'zi bir haqqoniyatning, go'zallikning, yoshlikning, mujassam, ism milliy ruhning jandisi, bir kuchi, qudratli kuchi bu. U Kalkun siyaqida kelib, belki razillikni, yomonlikni, nacharlikni, askilikni supurib tashladi yoki cho'ktirib o'tdi. Bu siyat natijasida nasl qilishlar deb tushunasiz. Manbatga sizningki shu Kalkun nomli povestga yozgan maqolangizda bu yerda deyilib Kalkunni siz ro'yijat Kalkun deb o'tgansiz. Buni nima deb tushunish kerak? Amaliyotda buning yana bir tarafi bor. U nima tarafi deganda bizda qiz zamonaviylashish, taraqqiy qilish, moddiy ne'matlarga erishishdan boshqa yo'qotgan narsalar bor buning keynida. Lekin ashi yurtda, ashi mahallada, ashi qavmning orasida saqlab qolishga tegishli intayin esil narsalar bor. Endi buning kampunligini bir yurt o'z oldiga saqlay olmaydi. Bir yurt amaliyotda shunday bir Kalkun kavatsa, ro'yijatdan o'zini qutqizib qola oladigan qudratga ega emas. Chunki kishilar tayyorliksiz, ro'yijatdan tayyorliksiz bu taraqqiyotlarga. Men kitobxon sifatida ikkinchi bir Kalkunni ko'rdim. U narsa nima deganda, biz qachon o'zimizning yiltizimizni unutsak, o'zimizning kimligimizni unutsak, biz taraqqiyot deydigan shunday bir go'zal kelajakning billa ap yuradigan ilqidek savalliklaridan aqlliq ziraklik bilan o'zimizni qilmasak, cho'qim yana bir Kalkun bizdan shaqa so'rab ketishi mumkin. U chaqdagi Kalkun yolg'izlar adining oshxonasini emas, hatto butun malini, butun qavmni surib ketishi mumkin degan holatda qilib tushunib, bu Kalkun bizning ruhimizdagi Kalkun bo'lishi mumkin. Milliyligimizni, yiltizimizni, ruh sayillarimizni yo'qotgandan keyinki bizga katta Kalkun bo'lishi mumkin degan bir o'y keldi. Tosh olamsa, ming qo'yga, ikki tonni ming qo'yga. Amaliyotda bu bir ruhni yelimish. Eng o'zini erkin tutib yozgan asar deb qarayman. Odidiki axloqiy chirkinlik, Kamoliddindagi axloqiy buzilish qarab yuzlanish, an'andan gapirish masalasi nihoyatda ustalik bilan aksga. Mushu qur'onni biz bir o'qib baqsaq, Kamoliddin g'azabdan hech narsani ko'rmas bo'lib qolgan ko'zlari bilan uning ko'ziga qadaldi. Rasmo degandek. Aldaysan. Ya ukam, rasgap, tushab pastga. Gapimni tingla. Kamoliddin baqanda qizargan ko'zlari bilan uningga qadalganicha odining qonida kirishib qolgan barmoqlarini tasdiqlab ajratib pastga tushdi. Odi hushsiz yotibdi. O'libmishdi. O'limchilik ovqatchi qo'lidagi yangi o'ralgan tamakini Kamoliddin uzatdi va saranga yiqib berdi. Kamoliddin tamakini jon-jahli bilan ichiga tortdi. Bir dilla uning beshi qiyib, o'zi o'ltirgan yeri bilan qo'shilib cho'glayotgandek tuyuldi va darrov tomiga yo'llanib oldi. Chika, tozi dam tortib bir nechin chekaversan, sal yeniklab qolasan. Ovqatchi hijoydi. Uying saqidek nima qoldi? Meni uqtiribdi. Ishqalini, motoni, eshak bilan harvini, yana 2 yildan buyon topgan pulning hammasini. Kamoliddinning yana besh tushib ketdi. Hech nima qolmadimi? Hech nima. Uning ovozi g'ayrat chiqib ketdi. U ko'zini yumib kulyotdi. Anglasam, xotinining chechi pek uzunmish-a? Kamoliddin beshini tasdiq ko'tarib, heliqi o'qatchiga urpaydi. Nima deysan? Ya xato shuni qilma. Men sana pulning o'rnini qilib beray deyman. Pul? Kamoliddinning boyaqi alpozi nalargadir yo'qolib, ovozi yumshab ketdi.
Qop endi uyingga berib xotiningning chechini tövedin kesib kelgin. Ikkilisini bir teliga 500 qo'y berman. Men ketib olaman. Qopa, rast gapka. Rast chash olamsan? Men qo'yga, ha? Ikki talni men qo'yga. Bir chaqda ishchi jaloqlab uyga bir kirib keldi. Hammalar ishchi tarafga qarashdi. Ishda Kamoliddin hijib qarab turadi. Top tumandan uning bosh ko'zlariga qarag'ili bo'lmaydi. U uy ichidagilarga bir-birlab qarab, kimnidir izladi va oldan supirib Urumchidan kelgan heliqi o'qachining oldiga kelib ijaydi. Aka, men qo'yni. O'qachi temirqab qoldi. Nima deydi masarang? Nerede men qo'ydi? Menda nima erishim bor? Kamoliddin xalq ko'ngligining yaqsini qayirib qo'ynidan qop-qora bir kallakni so'g'adi deb tashladi. O'ltirganda o'rnidan chachrab qo'pishib ikkilan o'rib berishdi va heliqi narsaga bo'ynini so'zib qarashdi. Supuda kesib olingan ikki tal ham uzun, tom chach, qarjilandek yo'g'ilib yotadi. Putirib aytgan pullarimni yandira olaman. Sen buni oz ko'rsang, dadamning saqilini kesib kelaman. Dadamning saqilini olabsan, oppoq uzun, pokiz pulni bersang, hozir kesib kelaman. Kamoliddin joyida tik turolmay, daldugunib tilini chaynadi. Odamlarning tallari shu qarab, yuragi muzlab ketgandek bo'ldi. Kamoliddinning keyingi taqdiridan nima bo'lganligi hammasiga aniq qoldi. Endi tayoq yeydi. Tayoq yegandimi, qattiq tayoq yeydi. Tayoq yedish muhim emas. Hamda uningki jismi, ro'yi, ma'lidagi obro'y izzati allaqachon o'lgan bo'ldi endi bu yer. Allaqachon o'lgan. Shunday bag'rashganda Kalkun nomli shu povestingizdagi markaziy personaj Kamoliddinning axloqiy chirkinlik yuzlanishi, shuningdek odatidan iborat mush vakillik qiladigan bir to'pning eng oxirida Kalkunga g'arq bo'lishi bir xil tasadduqiylikmi yoki muqarrarlikmi? Mayli millat bo'lsin, mayli bir jamiyat bo'lsin, umumiy mizon bo'lgan shu jamiyatning yosh millatning mavjudligi kerak bo'ladigan ruhiy turikni aylangan lekin hammas gumron bo'ladi, hammas yo'qolgan bo'ladi. Endi Kamoliddin iborat bir imonliq, e'tiqodliq, ota-onasini hurmat qiladigan, cho'nglarni suydigan, topqini shukr qilib yashaydigan bir oddiy dehqon yigitning eng oxirida berib shu darajada g'odilish, shu darajada zevklashib ketishi amaliyotda bu Kamoliddin masalasi emas. U bir vakillik xarakteriga bir unsur. Kamoliddin iborat bir shaxsning ishi emas, bu bir ruhning yemilishi, bir ruhning vayron bo'lishi deb tushunamiz. Endi bu yomonlikni yaxshilik jazolaydi. Bu haqiqat, qonuniyat. Mushloqni aytganda bu hamon muqarrarlik bo'ladi. Endi siz bag'rashgan mush muqarrarlikni endi siz o'zingiz rozi bo'g'dak darajada aksiyat turibdim deb qaramsiz. Yo'q. Men undaq deb qarayolmayman. Chunki mening masalani ko'zitish nuqtam kun sari o'zgarib boradi. Uni ustiga biz jamiyatimizda yoki millatimizning mush mavjudligida men ilgari bayqagan narsalarni hozir bayqamagan narsalarni Andrey bayqayotiman. Ilgari men yaxshi deb qaraganlarni hozir boshqacha qarayapman. Ilgari nachar yomon deb qaraganlarni hozir yaxshi ekan deb o'ylayapman. Demak, mening fikrim pishqon, yetilgan, bundoq bir kamaliyatga yetgan fikr emas. Buni aytganda men ham qilib bo'ldim, mushmaq yotmadim demayman. Faqat ma'lum davrdagi ko'z qarashimni, ma'lum masalasi ko'z qarashimda ma'lum darajada o'tib berdim deb qarayman. Endi siz endi uni rozi bo'g'dak darajada bu masalani endi rozi bo'g'dak darajada aksiyat turib beraman deganingiz bilan amaliyotdan manbatga o'qirmanlar undaq deb qaramish kerak. Chunki bu asarningki matbuot e'lon qilingandan keyingi ta'siri, uningki kishilarningki qalbini g'idaqlishi, kishilarningki milliy an'anani gaplashishningki nimalarga olib borganligi masalasini albatta bo'lmayotgan rasm nazaridan asarningki estetik va ideyaviy qiymatini ko'rib olishga bo'ladi endi. Muhammadga mush asarning hamda til jihatdagi san'atlikligini ifodalab bera oladigan o'zga taraflar bormi? Ijodiyatda eng muhim masala nimani yezish emas, qanday his intayin muhim. Shunga men Kalkunni o'qigan vaqtida, andin maqol yozgan vaqtida bir so'zni ishlatgan. Bu odam mush povestida dak-tak degan shu sifatlash so'zlarini intayin talba qo'llangan. Bu yerda deyildi, masalan, bu odam shu saray yoshlarining birinchi qitim usulga tushgan.
Adının aşxanasida ашпызылда usulga tushgan ko'rinishini tasvirlab o'tib, ular chichang etishga boshladi. Xuddi yig'ildim qaçqan g'unijindek. Deb bu bolaning iliqidek sal kalampayroq, lekin erkin shu usul o'ynash olatini yig'ildim qaçqan g'unij usul o'ynagan bolalar va g'unijinlarga simbol qilindi. Endi Səhradakı tügüməgən parang. Şu koçuda oturub sözləşidik o, bu candan başlasa o candan çıxıb gedən parangla ba. Tügüməydigan paranglarını күнді қырып тұрса шығып тұрдыған сақалға ұқсайды. Бияда параң сақал білән таңдаштырылып атады. Әтті бұл интайын қызықарлық ері шәрлік оқатшының қара сомкасы ба, мұшы орындықның пәс тәрпіде тұрды бұл сомка. Интайыншылық пұлқашыланған. Мұшы сомканы Мекияндек. Әндін Камаледіннің бірінші қықтымы қомышлықның пұлға ярайдығалығын аңлығанды кенкі қошалығыны төт тішлік кебездің ингейшіде деген. Мәселен, Адамның қошалығыны еңідің гүл ашқан төт тішлік пақтының кебездің ечілішіға. Бұныңдан Адам нәрсіге оқшытылып атыды. Демек, Барашның кәлкін деген повестini көтіріп туған нәрсе ялғызлай іліқідек пәлсәпеби интайын чоң нәрсе әмәс, әші чоң нәрсені тәсбірлеп атқандығы қолданған тіл, баян, ұсулы жеттік. Әндін bu adamni mushu kalkunni yozgan vaqtida eng o'zini erkin tutib yozgan asari deb qarayman. Nemishqa? Hech qanday zo'riqish yo'q. Chunki o'zining ma'lisi, o'zining odamlari bu muhit bu odamga intayin tonish. Hatto oqsoq bug'ga, yurak taqqa silishtirgandimi, o'zini eng erkin yozgan povest kalkun. Meningcha. Shunda tabiiy chiqqanda bu, buningda qandaqdir bir sunniy bir narsani yasab chiqaradigan ideya yo'q. Turmushning o'zidek oddiy jumlalar bilan Aşı kişilərinin xarakteriga və kayfiyyatiga mos keladigan o'xshatishlar bilan kalkunni yozib chiqqan. Demak, asarninki mushu san'atlik jihatdagi o'zgachalikni siz meningcha bir qancha nuqtadan isharatingiz va birisi buningki til masalasidan tilga oldingiz. Keyin biz asardagi bayon muojimalarni nazarga oldingiz. Undan boshqa yana mushu asarning san'atligini özgüç sulup gavlandirib beradigan yana asarda yana boshqa detallar bormi? Bu post intayin aldırmagan bir xil ritm bilan boshlandi. Bir ma'lining ko'rinishini asta-asta tasvirlash orqali bu asarning ritmi tizlaydi. Tizlab kayni kelganda biz nafas olmay qoladigan darajaga boradi. Demek muşumu yazgıçının ijadiyetideki özünün yiziş ritmi, özünün hissiyatına, özünün sözleş adetiga sadık bolgan, özünü intayin erkin tutkan aletde payda bolduğan nese. Eğer zorukup qandaqtı bir neslerini qoraştırılgan bolup qalsa, eserinin ritmi bundak tabii çıkması mümkün dep qarayman. Qarang'uliqni bayqaydi ekanmiz endi. Yo'qolish yuzlanganli bo'lsa bu haqiqat. Kelgusida keladigan kalkun bo'lishi mumkin-da. Bag'rash aka, sizning kalkun nomli postingizda xuddi ilgarigi bir qism asarlaringizdagi ideologiya masalasi bilan odamlarningki taqdir masalasi chambarchas bog'lanib ketgan. Siz bu yerda ko'z tutgan sabab natija munosabatini qanday tushunish kerak? Bir odamning, bir millatning yoki bir qavmning, bir odamning biznes xarakteri, hayot qarashini shakllanishda jo'g'rofiy muhitning, ekologiyaning ta'siri cho'ng deb qarayman. Biz odatda ko'p bolada o'zimizning tabiat tabiat ekanligimizni o'zimiz deb yurmaymiz, his qilolmaymiz g'oyada. Lekin bizning har bir qilayotgan ishimiz amniyat tabiatning qonuniyachi bo'ladi, nazariyatda ishlab qaraymiz. Amniyatni ham shunday. Demak, sening pozitsiyasan taqqa qanday pozitsiya tutgan bo'lsang, baqqa qanday pozitsiya tutgan bo'lsang, gulga qanday pozitsiya, suv qanday pozitsiya tutgan bo'lsang, sen hayotni o'zingni jamiyatni ishlab pozitsiya. Demak, mush muhit, ekologiyalik mush onun qoldirgan ta'sir amniyatda uning ijtimoiy faoliyatini, uning harakatini, uning ijtimoiyatga bo'lgan pozitsiyasi munosabatini belgilab beradi. Shuning uchun bizning ongsiz ravishda sodir qilgan xatoliklarimiz, tabiat oldi o'tgan gunohlarimiz, jinoyatlarimiz hammasi amaliyotda o'zimiz qilayotgan, o'zimiz tutgan pozitsiya. Bizning kelgusiga, avlodimizga kelgusiga tutgan pozitsiyada. Biz tabiatni hurmat qilsak, ekologiyani suysak, shuni qo'g'disak ve onu aysa qadrlasak, o çağda insanın hamma amgini, yaratışlarını qadrlaysan, insanı qadrlaysan,
Ertesini qadrlaysan, bugunni qadrlaysan, avlodini qadrlaysan, ajdodini qadrlaysan. Shundan millatning taqdiri bo'lsin, bir inson taqdiri bo'lsin, ekologik muhit tutgan pozitsiya, amriyat shu odamning tarixga, o'zining ajdodiga, o'zining kelgusiga tutgan pozitsiya deb qarayman. Shu asarda yana Kamoliddinning ayni vaqtda Jamoliddin Boy dadasining oldida qanday g'alat deydi. Dadasi tipi qilib qaraganmaydi. Shundaq-ku? Shundaq. Hatta akıllarininki ma'z qilashlarini, oyoqlarini, kiyimlarini akıllar as kiydigan, cho'nglarning gapini chiqarmaydigan, tillarga otini shundaq hurmatlaydigan, ma'lik cho'nglarni hurmatlaydigan mushuna bir navqiron mushuna bir esi tazak bir yigitdan kim bu pul topgandan keyin pul tepib, ariq ichib, qimor o'ynagandan keyin bu boshqa bir odamga aynib ketadi bu. Mushunda qarag'andan boy degan mushu ajdod avlod munosabatidagi mushu to'qinish mushu yimirlash mushu asarda markaz nuqta. Markaz nuqta shu. Biz an'ana ko'z tutganda oldi bilan an'ana degan bir abstrakt bir hukmga kirib bo'lmaydi. Shu qiyarning o'zi, bovoyning o'zi, yashanganlarning o'zi, qo'llarning o'zi an'ana. Shundaq. An'ana. Yana kelib avvallik Tillaxon bovoy degan o'zi shu ma'rda eng hurmatli, eng bilimli bir taqvodor odamda. U odam oxirida shu o'shkilsini saqon tutganda saqon tutib aroq ichib biray maraqchab bu endi bu anaqa bajarada shundaq. Yemirlishda, tartibiz yemirlish, qumron bo'lishda. Muallimni haqoratlishi. Shundaq-ku. Demak, an'anadan milliy xalqni o'ziga yasqalsa, qanday qalay ofatlarni qiradigan yigirdiganlar. Hayotdan, iymondan, e'tiqoddan ayrilsang, masalan, oqibatdan nima bo'ldi degan gap. Undaqda manbatda mush asarni umum ro'yidan qarsak, mushu moddiy maishatga talpinishning kayniga yo'shirgan bir qarang'ulikni bayqaydi ekanmiz endi. Yozuvchi mush masalani cho'qim deb berish kerakmi bizga? Endi mushu kalkindan ko'rinib turdi. Biz cho'qim taraq qilishimiz kerak, moddiylashishimiz kerak, shaharlashishimiz kerak, nurg'un bozorlarimiz, oshpazonlarimiz qurilish kerak. Hatto oshxonaga kirmaydigan odat yaqinqi yillargacha bor. Ba'zi chet yaqin joylarda oshxonaga kirib tomoq yeyishni nomus qiladigan, undaq psixika bo'lgan. Lekin odining oshpuzili cho'qim ammiyaga yeyiladi, ammiyada ichiladi. Odining oshpuzullarida iliqidek sharob, o'yin, har xil tomosha bo'ladi. Chunki pul tepish kerak. Unda qo'shimcha tijoratlarni qo'shmasa, boy bo'lolmaydi. Endi bu odining oshpuzuli bu simvollik narsa. Bu bir sirtdan kirayotgan bir yangilik, qashi maliga kirayotgan bir yangi alat. Endi mushundaq narsalar bizning turmushida buningdan keyin davomli bo'ladi. Endi mushularga bizning yoshlarimiz qanday muomala qilyotdi? Aqli jihatdan, issi jihatdan biz buni qanday qilishimiz kerak deganni iqtisodshunoslar iqtisodiy nuqtadan, madaniyatshunoslar madaniylik nuqtasidan, yozuvchilar o'zining adabiyot nuqtasidan javob beradigan ketganda. Shunga Bag'rash apandimning 90-yillarda biz va kelgusida kelmoqchi bo'lgan xirislarni oldin bayqab, oldin asrida tasvirlaganiga mayron. Bu kalkun o'tib ketgan kalkun emas. Balki bu kelgusida keladigan kalkun bo'lishi mumkin-da. Yozuvchimiz o'zining ijodiy orqali o'zining shu Bag'rash ko'li bo'yidagi atrofdagi odamlarga, o'zining o'zgarib ketgan sahrodagi do'stlariga bo'lgan o'zining ich og'ritishini, bir xil qayg'usini, ularning kelgusi taqdirga bo'lgan bir xil mungluq sadosini mush kalkun orqali yetkazgan deb qarayman. Qadrli ko'rman do'stlar. Yaxshi kitob ro'y angishlar. Yaxshi kitob bizni o'zimiz kutmagan nurg'un ro'yi naflarga erishtirishi mumkin. Bugungi programmamiz mishad